Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun artroz haqida gaplashamiz. Artroz kasalligi bu nima? Artroz kasalligi suyakning tog'ay qismining shikastlanishi va tog'ay qismining ingichkalashishi, suyakning yemirilishiga olib keladigan kasallikdir. Tizza bo'g'imining artroz kasalligi keng tarqalgan patologik surunkali kasallik bo'lib, bemorlarda harakat qilganda og'riq beradi. Shu og'riq tufayli bemorlarning hayot sifati keskin darajada yomonlashishga olib keladi. Buning sabablari bo'lishi mumkin: genetik, tizza bo'g'imining shamollashi, tizza bo'g'imining qoyalashining buzilishi, yoshga mos kelmagan holatda jismoniy harakatlar bo'lishi, tana vaznining haddan tashqari ortiqcha bo'lishi va yoshga bog'liq holatda bo'lishi mumkin. Buning klinik belgilari bemor o'tirib turganda va zinaga chiqib tushganda og'riqlar bezovta qilishi mumkin. Agar sizda shunday og'riqlar bezovta qilsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.